Paxtakor tumanida 2025-yilgi g'alla o'rim yig'imi mavsumiga qizg'in tayyorgarlik ishlari olib borilmoqda. Tumandagi mehnatsevar, tajribali dehqonlar hosildorlikni oshirish, ekinlardan yuqori va sifatli natijalar olish maqsadida muntazam sa'y-harakatlar qilmoqdalar. Joriy yilda Paxtakor tumanida 11 ta fermer xo'jaliklari uyushmasi tomonidan 11700 gektar sug'oriladigan yer maydonlariga boshoqli don ekinlari ekildi. Mutasaddilar va mutaxassislar tomonidan olib borilgan ilmiy yondashuv agrotexnik talablarga to'liq amal qilish, zamonaviy qishloq xo'jaligi texnikasidan samarali foydalanish orqali 35880 tonnadan ortiq hosil yig'ib olinishi kutilmoqda. G'alla yig'im-terim mavsumini to'liq va uzluksiz tashkil etish maqsadida O'zagroinspeksiyaning Paxtakor tumanida mavjud 36 ta zamonaviy g'alla o'rish kombaynlari to'liq texnik ko'rikdan o'tkazildi. Ularga maxsus sertifikatlar taqdim etildi va har bir texnika mavsum mobaynida xavfsiz hamda samarali ishlashi uchun barcha shart-sharoitlar yaratildi. Kombaynlarni tayyorlash va ta'mirlash ishlariga 1 milliard so'mdan ortiq mablag' yo'naltirildi. Bu mablag' hisobiga eskirgan qismlar yangilanib, muhandislik va elektr tizimlari tekshirildi. Yangi ehtiyot qismlar bilan ta'minlandi. Shu bilan birga mavsumda texnik muammolar yuzaga kelmasligi uchun har bir kombayn 10 kilometr masofada amaliy sinovdan o'tkazildi. Paxtakor tumanida 2025-hosil uchun 11700 gektar maydonga boshaqdonlar ekilgan bo'lib, bu boshaqdonlarni sifatli o'rib yig'ib olish uchun tumanda mavjud don o'rish kombaynlari bugungi kunda to'liq mavsumga shay holatga keltirildi. O'zagroinspeksiyaning Paxtakor tuman bo'limi tomonidan kombaynlarni remont qilish, chiqarish uchun, zaxira ehtiyot qismlar yaratilishi uchun to'liq nazorat o'rnatilgan. Bizlarda KES 4088 rusumli kombaynlarimiz, KES 2366 rusumli kombaynlarimiz, Vektor va Klass Dominator 130 rusumli kombaynlarimiz mavjud. Bugungi kunda bizlar o'rimga shaymiz. Ayni paytda Paxtakor tumanidagi yagona don qabul qilish shoxobchasi ham to'liq mavsumga tayyor holatga keltirildi. Ushbu qabul punktining saqlash sig'imi 40 ming tonnadan ortiq bo'lib, yig'inga hosilni to'g'ri saqlash va qayta ishlash uchun barcha shart-sharoitlarga ega. Don qabul qilish, saralash va yuklash, tushirish ishlari avtomatlashtirilgan bo'lib, har kuni minglab tonna hosilni qabul qilish imkoniyatiga ega. Mavsumni qisqa muddatda samarali va betalofat o'tkazish maqsadida tumanda 22 ta maxsus uyushma otryadlari tashkil etildi. Bular orasida haydovchilar, texnik xizmat ko'rsatuvchilar, logistika mutaxassislari va boshqa yordamchi xizmat xodimlari mavjud. Ular mexanizatorlar uyi qoshida tashkil etilgan ko'chma texnik xizmat guruhlari bilan hamkorlikda faoliyat yuritadi. Ushbu guruhlar g'alla o'rish jarayonida kombaynlardan unumli foydalanish, tezkor ta'mirlash va xizmat ko'rsatish vazifalarini bajaradi. Yoqilg'i moylash materiallari bilan ta'minlash ham mavsumning muhim yo'nalishlaridan biri sanaladi. Bu yo'nalishda ham tegishli ishlar amalga oshirildi. Zarur zaxira yaratilib, uskunalar uzluksiz ravishda yoqilg'i va moy bilan ta'minlanadigan mexanizmga o'tkazildi. Bu esa g'alla o'rim jarayonida kombayn faoliyati to'xtab qolmasligini kafolatlaydi. Shu tariqa Paxtakor tumanida 2025-yilgi g'alla mavsumiga tayyorgarlik yuqori saviyada tashkil etildi. Barcha sohalarda tizimli ishlar olib borilib, mavsumda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarning oldi olindi.